Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keling, bugun stok teoremasini isbotlashda davom etamiz. O'tgan darsimizda biz stok teoremasidan foydalangan holda chiziqli integralni hisoblaganimizda mana bu natijani qo'lga kiritgan edik. Endi bugungi darsimizda keling, to'g'ridan to'g'ri berilgan S yo'limiz bo'ylab bizda S yo'limizni belgilab olganmiz. F vektor ko'paytirilgan dr vektorini hisoblaydigan bo'lsak, biz aynan mana shu integralni hisoblaganimizda ham mana shu dastlabki natijamizni qo'lga kiritamizmi? Xo'p, buning uchun dastlab keling, men hozir aynan berilgan S yo'liga emas, balki e'tiborimizni mana shu S yo'limiz ostida joylashgan R sohasiga qaratadigan bo'lsak, men mana shu sohamizni chegaralagan yo'limizni S1 deb belgilab olaman. Demak, bu sohamiz bizda S1 yo'li bilan chegaralangan ekan. Keling, biz mana shu S1 yo'lini parametrlab oladigan bo'lsak, bizda S1 yo'limiz, xo'p, buni keling T parametri bilan parametrlab olaman. X o'qimiz bizda xt ko'rinishda berilgan, y'imiz bo'lsa y ga teng va t ning qiymatlari aytaylik a dan b gacha bo'lgan oralikda o'zgarsin. Xo'p, demak, bu yerda siz tasavvur qilishingiz mumkin. Agarda bizda t ning qiymati a ga teng bo'lganida, misol uchun bizda nuqtamiz mana bu yerda joylashgan bo'lsin va biz endi bu yerda yo'limiz soat yo'nalishiga qarama-qarshi tarzda harakat qilganligi sababli mana bunday tarzda biz yuradigan bo'lsak, qachonki t ning qiymati b ga teng bo'lganida yana qaytadan mana shu nuqtamizga kelamiz. Xo'p, endi bizga shu bilan birgalikda mana shu yassi tekisligimizda topilgan vektor maydoni berilgan bo'lsin. Bizda vektor maydonimiz teng bo'lsin. Biz mana bu mx y skalar funksiyasini a vektorga ko'paytiramiz, qo'shilgan nx y skalar funksiyasi ko'paytirilgan j vektoriga teng bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda biz endi keling chiziqli integralni hisoblaydigan bo'lsak, mana bu berilgan S1 yo'limiz bo'ylab biz S1 yo'limiz bo'ylab G vektorimizni ko'paytiramiz dr vektoriga. Dr vektor bilamizki, dr vektor bizda teng bo'ladi dx a vektor qo'shilgan dy j vektoriga teng bo'ladi. Xo'p, agarda biz mana shu chiziqli integralni hisoblaydigan bo'lsak, qanday natijaga erishamiz? Keling, buni yozadigan bo'lsam, bizda mana bu S1 yo'limiz soat yo'nalishiga qarama-qarshida berilgan yopiq yo'l hisoblanadi. Bu bizda teng bo'lar ekan. Biz aynan vektorlarni ko'paytirayotganimizda I va J birlik vektorlariga mos komponentlarini ko'paytirib chiqamiz. Demak, bizda bu teng bo'lar ekan S1 yo'li bo'ylab chiziqli integralimiz. Hozir biz I vektorini ko'paytiradigan bo'lsak, m skalar funksiyamizni ko'paytiramiz dx ga va qo'shamiz. Biz bu ifodani qo'shamiz n skalar funksiyamiz ko'paytirilgan dy ga. Xo'p, o'tgan darslarimizdan bilamizki, biz dx va dy ni, keling buni yozadigan bo'lsam, dx va dy ni t parametri orqali ifodalaydigan bo'lsak, dx dan dt ko'paytirilgan dt shaklida yozib olishimiz mumkin va buni ham dy ni ham dy dan t ga nisbatan qisman hosila ko'paytirilgan t shaklida yozib olishimiz mumkin. Xo'p, agarda biz t larni qisqartirib yuborsak, biz yana dx va dy larni olamiz. Bu yerda biz qisman hosila olyapmiz. Endi keling buni ko'paytiradigan bo'lsam, aynan dx ni o'rniga men hozir mana bu ifodani yozib olaman. Bu bizda teng bo'ladi. Demak, bizda integralimiz chegaralari a dan b gacha oralikda o'zgaradi, chunki biz bu yerda hamma narsani t ga nisbatan parametrlab olyapmiz. M, ya'ni bizda m bu skalar funksiyamiz. Keling, mos rangda belgilaydigan bo'lsam, m vektor ko'paytirilgan. Bu yerda biz dx ni dx dt ko'paytirilgan dt shaklida yozib olishimiz mumkin. Qo'shilgan, bu yerda qo'shilgan n vektor ko'paytirilgan bizda dy imiz dt ko'paytirilgan dt ga teng bo'lar ekan.
Xo'p, demak biz bu yerda chiziqli integralimiz qanday ko'rinishda bo'lishini topib oldik. Keling buni yozadigan bo'lsam, mana bu bizda umumiy shu natijani berdi. Xo'p, endi keling bu yerda biz berilgan S yo'limiz bo'ylab ham chiziqli integralni hisoblaydigan bo'lsak, biz chiziqli integralni hisoblashimizdan oldin joylashuv vektorimizni yozib olishimiz zarur. Aynan bu yo'lga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizda x va y koordinatalari mana bu S1 yo'li bilan bir xil qiymatga ega bo'ladi. Faqatgina bu yerda bizda balandlik ham mavjud. Qo'shimcha parametr sifatida biz balandlikni ham kiritamiz. Chunki mana bu nuqtani ko'radigan bo'lsangiz, bizda S yo'lida ham x va y aynan mana shu nuqtadagi qiymatlarni qabul qiladi. Faqatgina bizda bu yerda ko'rib turganingizdek, qo'shimcha parametr sifatida biz balandlikni ham ifodalab olishimiz zarur. Lekin biz aynan darsimizning bosh qismlarida biz mana bu balandlikni funksiya ko'rinishida yozib olgan edik. Demak, biz hozir joylashuv vektorini yozganimizda mana shu funksiyadan foydalanamiz. Xo'p, bu bizda demak teng bo'lar ekan. Keling buni yozadigan bo'lsam, bizda S yo'limizning joylashuv vektori t parametriga bog'liq tarzda yozib olamiz. Bu bizda teng bo'ladi xt I vektor qo'shilgan y t j vektor va qo'shilgan. Endi biz bu yerda z ni yozadigan bo'lsak, z ning funksiyasini ham t ga nisbatan yozib olamiz. xt y t ko'paytirilgan k vektor va bizda bu yerda asosiysi t ning qiymatlari a dan b gacha bo'lgan oraliqda o'zgaradi. A dan b gacha bo'lgan oraliqda o'zgaradi. Endi keyingi darsimizda biz aynan chiziqli integralimizni ham yozib olamiz.